poklar, kandidalar, stomatit paydo qiluvchi hamma narsalar bular hammamizda bor. Faqat qachon bizda u uyg'onadi, immunitetimiz zaiflashganda uyg'onadi. İmmunitetler past bo'lgan. Nimaga immunitetlar past bo'lgan? Chunki bular xo'jayinda qorni katta bo'lgan, jigar yog' bosgan. Butun tana jigarda yog'ini to'g'irlash balki infeksiyasi bordir, boshqa ham virusi bor. Ko'rasizmi, butun virus bor, ayniqsa virus infeksiyasi bor paytda butun immunitet o'sha bilan ovora bo'ladi. Bu yoqdagi narsalar qolib ketadi. O'shanda immunitet tushib ketganda bu yoqdagi anaqa yomon narsalar ko'tarilish boshlaydi. Uyg'onadi gerpeslar, kandidalar uyg'onadi. Ular yuqumli narsalar emas. Ular bizning ichimizda bor. Faqat ular doim yopiq turadi. O'smaydi, ko'tarilmaydi. O'zi qaranglar, bizning genetikamizda har bitta insonda onkologiya ham, любой kasalliklar hammasi bo'lar ekan. Genetikasi bo'lar ekanda, genda chunki bor. Otamizdan, onamizdan, qarindoshimizdan hamma joylardan o'tadi. Faqat bizani u kasallik uchun yaratib berayotgan muhitimiz, ya'ni bizning hayot tarzimiz. Ularni qaysinisidir uyg'otar ekan, qaysinisidir yo'q qilib berar ekan. Masalan, to'g'ri ovqatlansak, vaqtida uxlasak, sog'lom hayot quradigan bo'lsak, biz o'sha yaxshi genlarimizni uyg'otar ekanmiz. Sposobnostlarimizni, aqlimizni yaxshiligini, masalan, bizani ota-bobomiz qanaqadir olim, qori bo'lgan. Nevaralar ham qori bo'ladi. Nimaga? Chunki o'shani genidan o'tgan. Xotira yaxshi. Mana shu o'zimiz to'g'ri ovqatlansak, to'g'ri muhit yaratib bersak, kasalliklar, yomon kasalliklarga o'rin qolmas ekan. Bizani mana shu noto'g'ri ovqatlanishimiz birinchi o'rinda o'sha rakoviy kletkalarni uyg'onishga, ularni boqishga sababchi bo'ladi. O'shaning uchun любой kasallikdan aniqini webinar qildim, o'sha tushuntirdim. Hamma kasallikda insulin juda ham muhim. Insulin uyg'otmaslik kerak. Insulin uyg'otmaslik kerak. Juda ko'p kasalliklarda o'sha kuni 5 ta 6 tasini tushuntirdim xolos. Doktorlarga masalan deb turib misol qilib tushuncha bo'lsin deb. Ko'rdinglarmi? Qatnashdinglarmi?